Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, pritsep ishqibozlari. Galdagi pritsepimiz razmeri eni 1.80, uzunligi 3.5 metr. Bu pritsepimiz mol tashish uchun tayyorlanadigan pritsep. Bortlari 60 cm bo'ladi, tepasi 70 cm reshotkasi bo'ladi. Pritsepimiz materiallar barisi qalin materiallar, konteynerli materiallardan. Risollarimiz traktor teleshkasining risollaridan. O'slarimiz rossiyskiy borovой turbadan. Stupitsa diskamiz 20 metr bo'lganiki bo'lyapti. Yerdan poligacha 75 cm bo'ladi pritsepimiz balandligi. Bemalol mol qo'y qiynalmasdan chiqib ketaveradi. Buni ham xudo xolasa ertaga panjaralan qilib bir qator videosini chiqarib ko'rsatib beramiz. Orqadagi mol chiqadigan joyi 1.40 bo'lyapti. 1.40 eshik ochiladi. Bemalol shifer shunaqa stroyka materiallar ham bemalol butun kirib ketaveradi. Qiyinchiliksiz. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on. Xudo xolasa ertaga yana yangi pritseplarimiz boshlandi, zakotubkasi boshlandi pritseplarimiz ham. Mana ramasiga zakotubka qilinib, stupitsalarimiz yechilgan, balonlarimiz kelgan, diskalarimiz kelgan, hammasi kelgan materiallarimizda. Keyingi pritseplarimizga mana materiallar hammasi yetib kelgan. Keyingi pritseplarimiz ag'daradigan pritsep bo'ladi. Bularning ertaga videosini qo'yamiz. Materiallar hammasi shu yerda. Mana zakotubkalarimiz boshlandi. Bugun svetimiz o'chganligi sabab ag'daradigan pritseplar hammasini boshlay olmadik. Svetimiz mana endi yonib turibdi. Soat ertalab 9 dan kechki payt 5 gacha o'chadi degani mana. Shuna qilib o'chib mana yondi svetimiz. Ozgina ta'mirli joylar bor ekan. Pritsepimiz risol 9 talik risol qo'yilgan, pachka risol oldidagi aylanadigan ruminskiy pritsepli kuruklar qo'yilgan. Baqvat kuruklardan. Mana shu nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. 970 2204 99 lik. O'zbekiston barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.